Assalomu alaykum, yaxshimisizlar izlarim? Bugun 1 gram go'shtsiz chiroyli bir kotlet qilamiz. Buning uchun menga 400 gram atrofida tvorog kerak bo'ladi. Zening, любой zening. 4 ta pishgan tuxumni to'rpadan chiqaramiz. 200 gram atrofida любой sir. 2 ta tuxumni chaqib 2 ta tuxum. Yo 4 qoshiq, yo 5 qoshiq un. Yaxshilab aralashtiramiz. Qo'llarimizni qo'llab olamiz. Qo'lga yopishmasligi uchun. Endi kotlet qilamiz. Azizlarim, bu kotletlarga men tuz solmadim. Men tuzni past narsa yeyman. Buning ichida yana tim bo'yi sir bor. Men uchun normal bo'lib chiqadi. Tabiiyga yarasha qarab tuz solaverasizlar. Mana kotletlarim chiroyli qilib ozgina tolqin chiqamiz. Ehtiyotli olish kerak. Sekin asta mana lopatichka bilan sekin chiqarish kerak. Belkovli kotletlar tayyor bo'ldi. Buni polufabrikat qilib, morozilkaga qo'yib, ertalab zavtrak qilib yesa, umuman вообще zo'r bomba zavtrak bo'ladi. Mana o'zimga yetarli qilib 5 ta dona qovurib oldim. Mana qaranglar. Voy, bu просто Bismillahirrahmanirrahim. Mazasi bor. Judayam mazasi yaxshi. Hammaga tavsiya qilaman. Osh bo'lsin,